Xudoyo, xudovanda hammamiz mana shu kirakashliklarni tashlab, normalniy ish qiladigan bo'lib ketaylik. Xudo o'zing oson qilgin. Mana shu jonga tegdi bor-ku, shuna jonga tegdiki, nolishmas, hayotdan nolishmasu, mana shu odamga yelinish, ketasizmi, kelasizmi? Assalomu alaykum aka. To'shan ketadiganmi deyni, deyish, bilat. Umuman mana shu uzun yo'llar hammasi mashaga keldi. To'pitgan pul normallik uchun ko'p qisib ishlashga majbur bo'libdi. Xudo taolo ozgina mehnat qilib ko'pgina dam oladigan ishlarni bersin. Biz ham odamlarga o'xshab haftada 2-3 kun futbolga chiqaylik, zallarga chiqaylik, basseynlarga boraylik, 9 gacha uxlaylik. Har 3 kunda bir nana-panalarga bir kun 2 kunga chiqadigan bo'laylik. To'yga ham vaqt yo'q. Futbol haqida gapirish ham mumkin emas. Vaqt yo'q. Nanay-panay uylam chiqolmadim mana xudo xolasa hech qayerga. Bu eng bilan g'alati ish mana shu opirchilik ekamda. Yaxshi o'yga borib yo'tiladi, xotin tanib turibdi, bolalar tanib turibdi. Mana shu kechda bo'lsa, o'yga ham ketilmaydi shekilli.